Katlaman qazishda puli ikki xil yo'l bilan hisoblanadi. Birinchisi kubitskiga hisoblanadi, ikkinchisi soatiga. Endi ko'pchilik kubitskidan yutsangiz bo'ladi deydi, ko'pchilik soatiga yutasiz deydi. Men sizlarga hozir tushuntirib beraman. Ikkalasini farqini, lekin qaysi birini tanlash o'zingizlarning ixtiyoringizda bo'ladi. Endi katlamanga keladigan bo'lsak, kubitskiga hisoblaganingizda taxminan 400 kvadrat imorat qurmoqchisiz, uni kubitskisi 800 kubitski bo'ladigan bo'lsa, siz uni qattiq holatida 800 kubitskiga hisoblagansiz. Lekin ekskavator kovushida kelib tuproqni olishni boshlaganda esa tuproq yoyilib ishini hisobiga u sizga 1000 kubadan oshish ehtimoli bo'ladi. Endi soatiga gaplashadigan bo'lsak, albatta bu narsa bor. Bu narsani men boshimdan kechirganman. Bunda men hech kimni ayblamoqchi emasman, lekin ba'zi holatlarda soatiga gaplashsangiz, ekskavator ishlashga ishlayveradi. Tuproqni olib chiqib ketayotgan qo'volar, o'sha katta-katta kamazda texnikalarimizni kech qolishi, probkada qolib ketishi, qatga borib to'kishi bilmaganligi natijasida soat ham cho'zilib ketadi. O'shaning uchun katlavanni kubiga gaplashasizlarmi, soatiga gaplashasizlarmi, baribir ikkala holatda ham o'sha bir xil summaga tushasizlar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.